He, uyingga o't tushsin deydigan. Shunaqa eshitganmisizlar shuni? Bu qarg'ash, uy yonib ketganlarni ko'rganmisizlar? Yonib ham ketadi. Yomon-da bu qarg'ash, chunki odam biriga uyingga o't tushsin deyish darajasida biridan ranjigan bo'lsa, endi bu gapni aytayotgan odam tili o'rganib qolib shunaqa qarg'ab so'kib yuradigan biri bo'lmasa, bu gapni birov aytmaydi. Burgut bilan tulki do'st bo'libdi-da. Bir-birini qo'llab-quvvatlab, bir-biriga yordam berishga va'da qilibdi. Va debdiki, bir joyda yashaylik deb kelishibdi. Bir-birimizga yordam berib turamiz deb o'rmonda bitta katta daraxtni tanlashibdi. U daraxtni tepasida burgut in quribdi. U daraxtni pastida tulki o'ziga qo'llab uy quribdi. Inoq yashab yurishgan ekan. Burgut bolalarini u yerda tuxumdan ochib, bolalari katta bo'lyapti. Tulkini ham bolalari bor. Va kunlardan bir kuni qahatchilik boshlanib qopti. Tulki bolalariga taom qidirib o'rmon kezib yuribdi. Burgut ham aylanib taom qidiryapti, ko'kda uchib farzandlariga, bolalariga. Ammo topa olmayapti ikkalasi ham. Keyin tulkini yo'qligidan foydalanib, burgut tulkini bolalariga hujum qilib, ularni parchalab, iniga olib chiqib bolalari bilan yebdi. Tulki qaytib kelsa, bolalari yo'q. Aniq bo'libdiki, uni burgut bolalari bilan yeganini, bir xiyonat sodir etilganini qasd olay desa imkoni yo'q. Chunki burgut yerda yashamaydi, ko'kda yashaydi. Qanotlari bilan uchadi. Tulki uni ov qila olmaydi. Buni aniq biladi. Ammo o'rtada bir zulm bor, bir xiyonat bor. Hamma mazlum unga zulm qilganlarni la'natlaganday bu ham burgutni la'natlabdi. Debdiki, ey yaratuvchi, egam, uni qanotli qilib yaratding, meni qanotsiz qilib yaratding. O'rtamizda bir kelishuv bor edi. Ammo u bunga xiyonat qildi. Uyiga o't tushsin debdi. Daraxtga tirmashib chiqa olmaydi. Boshqa narsa qila olmaydi. Burgut bundan bexabar. Go'yo uning uchun tulkini bolasini yeyish hayotda sodir bo'lishi bo'lgan eng normal holat. Bahonasi ham tayyor. Bugun ham odam esa nima qilay u hayotda bu deydi-ku, ko'pchiligi bori shunaqa qilgilikni qilib qo'yadi-da. Hayot shunaqa-da deydi, shafqatsiz deydi. U ham shunaqa deb yurgan ekan burgut ham. Endi hayot shu bir boshga tushganda ko'z ko'radi. Majbur bo'ldim farzandlarim uchun. Birovni haqini olishga, birovni jonini olishga, birovni huquqini toptashga majbur bo'ldim yani. Majbur bo'lmasam buni qilmasdim. Bugun ham odamlar biriga zulm qilar ekan, bir bahonasi bor yani. Men shuning uchun qildim deydi. Har bir buzg'unchilik qilayotgan odam bir bahona topib olgan o'ziga. Shu bahonasi borligi uchun qila oladi uni. Bahona topmasdan qila olmaydi. Bir narsani o'g'irlash uchun, u o'g'irlash uchun o'ziga bir sabab yaratib olgan. Birini yuziga bir tarsaki tushirish uchun o'ziga bir sabab yaratib olgan. Meni bunga haqqim bor, huquqim bor, chunki bunday kabi. Men bunga zulm qila olaman, chunki vaziyat bunday. Men buni huquqlarini toptab tashlashim mumkin, chunki vaziyat bunday. Bunga ko'ra men shunday, menga shunday vazifa yuklangan kabi burgut ham maza qilib, endi vaziyat shunaqa bo'lib qoldi, nima bolalarim o'lib ketsinmi endi. Bir tulkini deb. Biz shunday yaratilganmiz, burgut qilib. Och qolsak ov qilamiz deb yurgan ekan. Ammo adolat degan narsa bor. U bugun keladi, erta keladi. Ayrimlar aytadi, kechikkan adolat emas deydi. Adolat o'z vaqtida bo'lganidir deydi. Ammo hayotda ko'ramiz, ayrim adolat qaror topishi kechikadi. U ham bir adolat. Uni biz bilmaymiz. Burgut bir kun yana qorni ochib, yemak qidirib, uchib yursa, o'sha yerda odamlar, cho'ponlar bir echkini so'yib, uning go'shtini olovda, cho'g'da pishirayotgan ekan. U tepadan kuzatib qarasa,
go'sht pishyapti, shu tepadan hujum qilib changaliga boyagi echkini olib to'g'ri iniga qarab uchibdi. Iniga olib kelib go'shtni qo'yibdi, bolalari bilan yebdi, ammo u panjalari orasida u go'sht bilan qo'shilib cho'g'dan ham olgan ekanda. Ini yonib, bolalari chitir-chitir yonib u olovda tulkini oyog'ini tagiga tushgan ekan. Do'stim, bilib turibman, bu bir masal. Ammo men masal demaguncha masalligini unutdingiz-ku. Chunki u qadar hayotda ko'p kuzatamiz bunaqa narsalarni. Shuning uchun bu yerda ko'p xulosa chiqarish mumkin bo'lgan narsalar bor. Birovning haqqi, birovning huquqi, va'daga vafo, omonatga xiyonat qilmaslik. Har qanday holatda ham, millionta sababingiz bo'lganda ham so'zingizni orqasida tura olish, erkak bo'la olish. Ko'krak kerib yuraveramiz, so'zimiz bergan va'dalarni unutamiz, boshqa qilamiz, ko'krak kerib erkakman deyishda ham davom etaveramizda. U erdir, so'zini orqasida turadi. Nima bo'lsa bo'lsin, biri bilan ahdlashdimi, va'dalashdimi, vafo qiladi. Turklarda bir zo'r gap bor. Bir qahvani 40 yil xotiri bor deydi. Nega aytadi bu gapni? Nega bir qahvani 40 yil xotiri bo'lsin-ki? Bu nima degani o'zi? U qahva ichdik-ku birga o'tirib. Tuzlashdik. U tuzga tupurma bizda ko'rnamak deydi. Agar biz siz bilan bir qahva ichib, men endi bir kuni Yoqubni birov yomonlab tursa, u qahvani xotiri bormi menda? Og'ziga qarabroq gapiring. U yigit unaqa emas. Deya olmasam, o'sha qahvani xotiriga xiyonat qilgan bo'laman-da. Xuddi shunday Yoqub ham. Bu ijtimoiy munosabatlarni eng go'zal tarzda tuzatadigan bir odatdir. Bir qahvani 40 yil xotiri bor. 40 yil o'sha bir marta siz bilan qahva ichganim uchun men sizni haqqingizga kirmayman-da. Endi hamma bir-biri bilan qahvalashib, bu gapni eslatib yursa, bir qahvani 40 yil xotiri bor. Keyin bir qahva ichib qo'yaylik degani, ikkalamiz o'rtamizda unday bir bog' bog'laymizki, hech bir narsa uni uzmaslik kerak degani. Bu jamiyatda qancha ko'p bunday bog'lar bog'lansa, u jamiyat shunday mustahkam bo'ladiki, hech bir yov uni ichiga kira olmaydi. Hammani eng kamida 40 yillik himoyasi saqlangan degani. Endi tabiiy, bunga kim amal qiladi desiz, bunga amal qiladi. Haqiqiy erkaklar amal qila oladi. So'zini ustida tura olganda, vaziyatga qarab to'n bichib, to'n kiyib yurganlar qila olmaydi buni. Chunki ularning hisob kitobi juda qisqa vaqt uchun, 4 kun uchun, 5 kun uchun, 4 yil uchun. Ammo 40 yil uchun reja qila olmaydi. 40 yil uchun reja qilish erlarning qo'lidan keladi. Bir so'zini 40 yil tutish eng kamida. 40 yil birov bir so'zni tutsa, u so'zni keyin ham tutadi. Biri va'dasiga 40 yil vafo qilsa, undan keyin ham vafo qilaveradi. Boshqa so'zga ehtiyoj yo'q-da. Hattoki mana ibodatni 40 kun 5 mahal masjidda o'qiganlarni jannatiy deb aytilgani ham rivoyat qilinadi. Keyin ustozlardan so'randi, nega 40 kun? 40 kun 5 mahal faqat jamoa bilan ibodat qilgan odam nega? Kim bo'lishidan qat'iy endi 40 kun o'qigan odam 41-kun uyda o'qiy olmaydigan bo'lib qoladi degan davomda. 40 kun jamoa bilan o'qisa, masjidga chiqib 41-kun zotan uyda o'qiy olmaydi. Bir umr masjidda o'qiydigan bo'lib qoladi o'shaning uchun. Ya'ni bir narsaga odatlangan bo'lsak, u bizni tark etmaydi. Hatto siz nimaga odatlangan bo'lsangiz, joningiz chiqayotgan, ya'ni tilingiz nimaga odatlangan bo'lsa, joningiz chiqayotganda ham o'shani aytadi u til. Masalan, birini tili so'kishga, yomon so'zlarga o'rganib qolgan bo'lsa, joni chiqayotganda iymon kalimasini aytmaydi, ya'ni u doimiy kalima keltirib yurgan til u payt uni aytadi. Haqiqiy til o'sha payt chiqadi. Bugun u
sizdan bekitib yurishi mumkin ichimdagi kir narsalarni. Ammo u payt berkitolmayman. Uni iloji yo'q. O'sha tashqariga chiqib ketadi. O'shaning uchun ko'pchilik qarigandagi holati qarib aynib qoldi deydi-yu, aynib qolmaydi. Kuchi bor paytda o'zini kontrol qila olganda u. Tilini, atrofdagilarga o'zini qanday ko'rsatishni bilgan. Boyagi vitrin effekti deymiz-ku. Do'kondagi eng yaxshi kiyimni vitrinalarga chiqarib qo'yishadi-yu, go'yo do'konda hamma kiyim shunday bo'lgandek. Odamda ham o'sha vitrin effekti bor-da, o'zini eng yaxshi holatini aql ishlab turganda tashqariga taqdim qilib turadi. Ammo u kuch ketgandan keyin u ishlamay qolishi mumkin. O'shaning uchun har narsani tuzatish kerak. Har narsani. Xo'ja ko'rsinga emas, vafo, so'zni orqasida turish, haqiqiy erman deyish. U so'zda bo'lsa, qorni ochganda burgutga o'xshab hujum qilib qo'yadi. Haqiqatda bo'lsa, nima kelsa ham uni va'dasidan qaytara olmaydi. Shunaqa. Sog' bo'linglar, rahmat.